Hammaga salom do'stlar. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, sog'lig'inglar yaxshimi? Sizlar bilan Pesterboy. Bugungi videomizda biz shaxsan o'zim akkauntimga son blitzni ochib ko'ramiz. Husanov chiqsa ham xursand bo'lamiz, lekin bizga faqat son kerak va Husanov kerak xolos. Demak, videoni boshlashdan oldin like bosing. Agar videoda yangi bo'lsangiz, obuna bosib qo'ying. Bundan qiziqarli kontentlar, e-futbol haqidagi eng foydali videolar aynan shu Pesterboy kanalida bo'ladi. Demak, videoni boshlaymiz do'stlar. Bizda 3300 coin bor va shu 3300 coinga tushib qolishiga umid qilib videoni boshlamoqchiman. Albatta bu shunchaki pack openingni o'zi emas, plus agar son tushsa, songa obzor ham qilamiz, uni o'yinda ham ko'ramiz. Aynan shu videoda bo'ladi. Mana 5 ta 100 talik ochib ko'rganman, lekin tushmagan birorta o'yinchi va endi tushib qolish ehtimoli bor. Xo'p, 3300 coinni 300 coinini boshlanishiga 3 ta odatimizga ko'ra 3 ta 300 coin bilan 100 coin bilan boshlaymiz. Birinchisi bismillah ketdik. Yo'q, birinchisi hech nima yo'q. Xo'sh. Ikkinchi 100 coinimiz. Ketdik. Bunda ham yo'q. Akkaunt unchalik omadli akkaunt hisoblanmaydi. Shuning uchun bunaqa o'yinchilar tushishi menga biroz qiyinroq. Xo'sh, oxirgi 100 coinimiz va keyin 900 davom etamiz. Va afsuski hech kim tushmadi. Hop. O'yinda 92 ta o'yinchi qoldi va ilk 900 coinni boshlaymiz. Отказ va go. Ketdi. İlk 900. Va bizda show time bor. Ishqilib son bo'lsin. Agar son bo'lsa, pack opening tugadi. Va bu Son Heung-min birinchi 900 da yo'q. Wow! Hozirgina aytib turgandim, akkaunt unchalik omadli emas deb. Son Heung-min tushdi birinchi 900 da yo'q, jigarlar. Aytgancha yangi mikrofon qulluq bo'lsinmi? Qulluq bo'lsin deganlar bitta like bosib qo'yinglar. Kommentariyaga qulluq bo'lsin deb yozib qo'yinglar. Son Heung-minga ham qulluq bo'lsin deb yozib qo'yinglar jigarlar. Son Heung-min tushdi o'zi bizga. Blitz Kurl. Akkauntimda umuman blitz yo'q edi va mana shu Son Heung-min bilan akkauntim yana ham boyiydi do'stlar, blitz bilan. Yana ham boyiydi. 2100 coin oshib qoldi. Va ochmaymiz. Keyingi paklarga to'playmiz 2100 coinni. Tak. Olinmab. Son Heung-minni mana shu bilan o'rniga qo'yaylik. Content. Chouamingani content o'rniga qo'yamiz. Va uni Mbappeni o'rniga joylashtiramiz. Va uni kuchaytiramiz. Level training. Preview, edit, auto select qilib proceed bosamiz. Video qisqa bo'lib qolmasligi uchun hozir Son Heung-min haqida gameplaylar ham bo'ladi. Yaxshi, Striker Instinct harakat qilamiz. 5 ta boostimiz bor. Striker. Voy, bittada Striker Instinct tushdi. Juda ham omadli kelyapti, juda ham omadli. Briztor Son Heung-min. Do'stlar, Briztor 3210 bo'ldi akkauntimiz silasi. Son Heung-min bilan 94 attacking offensive awareness, ya'ni offensive awareness degani bu o'sha joylashuvlar, ya'ni hujumda zona tanlashni bilish degani. Ball control 85, dribbling 86, tight possession 82, lofted finishing 92, nimaga finishing past? Kurul 92, 92 speed, 98 acceleration yaxshi, 92 kicking power yaxshi, 90 balance stamina 86, Son Heung-min ilk 900 talikda yo'q. Fintlari: scissors fint, double touch, chop turn, long range curler, blitz curl, long range shooting, acrobatic finishing. O ajoyib. Qo'shimcha boost berishdan, skill berishning keragi yo'q menimcha. Demak, hozir do'stlar bu Son Heung-minni sizlar bilan obzor qilamiz. Demak, ketdik. Yana salom do'stlar. Mana o'sha o'yinga kirib oldik. Xo'p. Men Androiddan iPhone'ga o'tkazdim. Endi bemalol Son Heung-minni sinab ko'rishimiz mumkin. Mana shu tartibda mana chap qanotga Sonni berdik, o'ng qanotni Messiga berdik, o'rtada Bellingham bilan bu yoqda Ronaldinho. Xo'p, menimcha Bellingham o'rniga Neymar Juniorni qo'ysak ham yaxshi bo'ladi. Endi mana shu tartibda o'ynashga urinib ko'ramiz. Tepaga Mbappeni qo'yaylik, tezroq
akkauntimiz raqibimiz akkaunti juda ham ajoyib ekan. Yaxshi Van Buyten epladi. Ronaldinho Son Heung-minga. Son Heung-min yaxshi. Son Heung-min davay. Blitz Son Heung-min. Uy. Nimaga Blitz tushmadi pastga qarab. Son Heung-min. Oy. Neymar. Declan Rice tepadi. Kylian Mbappe Son Heung-minga. Uy, qanday qochyapti Son Heung-min. Oy, Son Heung-min. Blitzda birinchi goli. Son Heung-min. Ketdi. Heung-min Son. Oldinga oldi to'pni. Oy. Zarba. Oy, sen nimasan? Nimasan? Voy. Ko'ryapsizlar. Maza qilyapman-ku. Qochishdi, qaranglar, qochishdi. Oy. Son Heung-min. Blitz. Bomba. Uy. That's my boy. Oy. O'ta maza. Heung-min Son. What? Oh my god. What is that, bro? Ketdi Son Heung-min. Demak, videoni shu joyda yakunlayman do'stlar. Ko'ryapsizlar, obzorda Son Heung-min incredible, aql bovar qilmas, juda ham ajoyib o'yin namoyish qilyapti va kanalimga yangi bo'lsanglar obuna bosib qo'yinglar va shu videoga like bosinglar. Sababi keyingi streamlarda aynan siz bilan shu Son Heung-minni obzor qilishimiz mumkin, siz bilan birga o'ynab. Shuni hisobiga obuna bosib qo'ying va bundan keyin chiqadigan foydali kontentlarda boxabar bo'lib turing. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.